qayta tozalash uchun kichik narxlar. Navoiy shahridagi filialimiz Ermakon maishiy texnika bo'limi yopilmoqda. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Navoiy shahridagi filialimiz yopilish munosabati bilan barcha mahsulotlar tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada past narxda. Maishiy texnikalar olish niyatida bo'lsangiz, Ermakonga tashrif buyurasiz. Bitta texnika o'rniga 2 ta yoki 3 tasini xarid qilasiz. Keling, ba'zi chegirmalarni narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Shivak pechlari endi 899 ming emas, atigi 599 ming so'm. Artel konditsioneri ilgari 5 millionga yaqin edi, endilikda 1 million 499 ming so'm. Toshiba kir yuvish mashinasi esa 5 milliondan 3 million 399 ming so'mga tushdi. 15-apreldan 20-aprelgacha texnikani qulay narxda olishni istasangiz, hoziroq Ermakonga tashrif buyuring. Narxlar kichik, sifat pishiq. Hamma arzon texnikalar shu yerda. Shoshiling. Pastdagi link orqali onlayn xaridni amalga oshirishingiz ham mumkin. Manzil Islom Karimov ko'chasi 16-A uy. Mo'ljal musiqa maktabining to'g'risida joylashgan.